Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khayri xalqi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rizqqa baraka kirishlik sabablari degan darsimizning navbatdagisi bugun inshaalloh zaiflarga ihson degan dars o'tgan gaplashgan bo'ldik. Bugun Alloh yo'lida info ihson qilishlik degan mavzu bo'ladi. Lekin mana shu yangi mavzuga kirishligimizdan burun kechagi mavzuyimizga bir ozgina bir qaytsayda va ba'zi bir ta'liqlarda aytib o'tsak. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytdi: "Ibghuni fi du'afaikum fa innama tuzaquna va tunsaruna bi du'afaikum." Allohning roziligini zaiflarning oldidan istanglar. Zero sizlarga yordam va rizq zaiflaringlar tufayli yetib keladi dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Abu Hurayra roziyallohu anhu payg'ambarimizning ulug' sahobalaridan edi va faqir kishilardan bo'lgan. Shunda shu kishi shu bir o'tirganida ba'zi bir kishilar Abu Hurayra ozgina bir dunyo bilan shug'ullanib, sal bir 3-4 so'm topsiz bo'lmaydimi deb go'yoki bir kambag'alligini bir yuziga urgandek qilib gapirib o'tishganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bu xabar eshitib kelib aytgan ekanki, ana shu kishilarga qayoqdan bilasizlar? Ehtimol sizlarda yurayotgan tijoratinglar, ehtimol sizlarda yurayotgan bozoringlar Abu Hurayraga o'xshagan zaif, kambag'al bechora kishilarning duosi sharofatli bo'layotgandir. Ya'ni Allohning roziligini ana shu zaif bandalarning oldida qidiringlar degan hadisning mazmuni shunga boradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Makka fathini tarixiga qaraydigan bo'lsak, Makkani fath qilishlikda mana sahobalardan Xotib ibn Abi Balta degan kishi payg'ambarimizga xiyonat qilib qo'yadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkani fath qilishligini juda bir maxfiy suratda amalga oshiradi. Toki Makkaga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'shin tortib ketayotganligini Quraysh xabarini topsa, tayyorgarlik ko'rsa, ana shu urush qilishlik harom bo'lgan hududda, Masjidul Harom hududida qon to'kilishligini payg'ambarimiz xohlamaganligidan imkoniyat boricha hech kimga aytgan emas va qaysi tomonga chiqishligini aytgan emas. Faqat o'ziga yaqin bo'lgan xos sahobalarga aytgan shularning qatorida Xotib ibn Abi Balta degan kishi ham bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ozgina adatdagi kishilarga bu narsani aytdi-da va Jibril alayhisalom payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bir ayol kishi Muhammad alayhisalom Makkaga g'azot qilishligini xabarini olib, Makkaga ketayotganligini xabarini olib tushdi. Ali ibn Abi Talib va Zubayr ibn al-Avvom Madinadan quvib chiqishdi ana shu karvonni. Ana shu ayol kishini topishdi-da, aytishdiki, "Senda xat bor" deydi. Bu ayol Allohga qasam ichdi, albatta menda hech qanday xat yo'q dedi. Aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam senda xat bor deb aytdi. Senda xat bor deydi. Payg'ambarimiz sifatlab bergan edi. Agar o'zing chiqarib bermaydigan bo'lsang, yechintiramiz deydi. Hali ayol kishi ana shu sochini turmagidan orasidan chiqarib xatni berdi. Xatning ichida shunday bir so'z bor ediki: "Ey ahli Makka, Muhammad alayhisalom sizlarga falon kuni qo'shin tortib ketyapti. Tayyorgarlik ko'ringlar." Bu xiyonat edi. Bu xiyonatni kim qilgan edi? Payg'ambar alayhisalomga yaqin bo'lgan sahobalardan Xotib ibn Abi Balta. Bu yerda zaiflikka ishora bor, kechirimlikka ishora bor, Alloh taoloning mag'firati kengligiga ishora bor. Xatni olib kelishdi va xatni Xotib ibn Abi Balta yozganligi aniq bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Hazrat Umar so'radi: "Ya Rasululloh, da'ni adrib unuqa." Ruxsat bering, chof tashay buni dedi. Albatta u dedi nifoq, munofiqlik ishini qildi dedi. Tijoratdagi siringizni birovga aytib qo'ysa, qancha xafa bo'lasiz? Yuzdagi ba'zi bir bekitda ekanasini qo'shni bo'lib qolsa qanday xafa bo'lasiz? Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sirini oshkor qilyapti, Rasulullohga xiyonat bor. Bundan katta xiyonat bo'lmaydi. Biz nima qilardik shu o'rinda? Biz Hazrat Umar aytgan ishni qilardik. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam: "Ey Umar, qo'ying" dedi. U ahli Badrdan dedi. Ya'ni ana shu ya'malu mashiyatum qad g'afartu lakum degan Alloh birinchi mana shu kofirlar bo'lgan g'azotda qatnashgan Badr ahliga endi xohlagan ishlarni qilinglar, sizlarda hamma gunohlarlar kechirildi degan. Shular qatorida edi. U Badr ahlidan dedi. Ehtimol uzri bordir dedi.
Xotibni chaqirib kelishdi, Ibn Abi Balta roziyallohu anhu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'radilar: "Ey Xotib, munofiq bo'lib qoldingizmi? Nifoq bo'lmi qalbingizda?" deganda, "Ya Rasululloh, nifoq yo'q" dedi. "Men oilamni, bola-chaqamni o'ylab turib qilgandim bu ishni" dedi. Musulmonlar Makka ni tashlab Madinaga hijrat qilib ketgan paytda uy-joyi, bola-chaqasi, mol-dunyosini tashlab chiqib ketishgan edi. Men bilan hijrat qilib kelgan muhojir birodarlarimni oilasi, bola-chaqasi, uy-joyi, mol-dunyosi qolgan bo'lsa, ularning urug'lari bor Makkada. Himoya qilib turishadi har qalay, kofir bo'lsa ham. Makkada birodarlar, mana musulmonlarning hisor iqtisodiy deyiladi. 3 yilga musulmonlar bilan kofirlar oldi-sotdi qilmaslik, bir tijorat muomalarini yo'q qilib qo'yishgan. 3 yil ochlikda qolib ketgan musulmonlar. Endi Banu Hoshim, Banu Abdumanaf va Banu Abdul Muttolibni 3 ta urug'ni musulmonini ham, kofirini ham ajratib qo'yishgan Quraysh. Endi qarangki, haligi qabilachilik, urug'chilik degan ta'assubni ana shu uchala qabiladan bo'lgan odamlar musulmonlar tufayli azob chekishyapti, lekin kofirlari ham urug' bo'lganligi uchun chidab turish bergan ekan billar. Senlar musulmon bo'lgani uchun qiylanishyapsan, biz musulmon emasmiz, tijoratimizni qilaver demasdan urug'chiligiga ta'assub qilib billa turgan ekan 3 yil mashaqqatda. Kofirlar birodarlar. Ana shunday urug'laringlar bor sizlarda. Meni Makkada kelganda bo'lganligim uchun birorta oilamni, bola-chaqamni himoya qiladigan himoyachisi yo'q. Men zaif odamman. Aytdik, zaif deganda musofir odam ham zaif deb tushuniladi. Shoyat mana shu xatni o'qib Quraysh xotin bola-chaqamga ozgina bir rahim shafqat qilamikin degan niyatda yozgan edim. Munofiq bo'lganim yo'q dedi. Ana shu zaifligi tufayli mana shu uzri borligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kechirdi u kishini. Birodalar, zaiflarga uzr bo'lgan ekan, zaiflarning holi yetilingan ekan, zaiflarni ko'yini ovlangan ekan. Zaif degani quvvat degan narsani aksida aytdik. Kambag'allik zaiflik, yosh bolalik zaiflik, kasallik zaiflik, musofirlik zaiflik. Xullas, ro'parasida turgan odamda qaysi bir kamchiligi bo'lsa, ya'ni shunday kamchilikki, uni ixtiyoridan tashqari, shu kamchiligini tuzatishga harakat qilishligi va sabr qilishlik ularga qilingan ihson bo'ladi. Bu qilgan ihsonimiz albatta o'zimizga foydasi bo'ladi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi, Allohning roziligini kambag'allarda, zaif bo'lgan kishilarda oldidan qidiringlar. Birodarlar, tepa o'tib ketavermaylik. Yetim bo'lsa, buni orqasida paddoshkasi yo'q, buni tirishtirib olsa, yondirib olsa bo'ladi degan narsa kelmasin. U Robbisi bor. Lekin ne qilaylikki, biz odamlar kimga dardini aytishni bilmaydi-da. Birov kelib zulm qilib ketsa, odam istaydi haligi zolimdan haqqini olishlik uchun. Kimga yig'lashni bilmaydi birodarlar. Qo'lini ochib turib, Parvardigor shu banda menga zulm qildi, o'zingga qo'ydim deb qo'yganida Alloh azza va jalla qodir edi. Lekin biz kimga suyanishni ham bilmaymiz. Kimga dardimizni aytib, kimga ishonishni ham bilmaymiz. Odamlarning eng hurmatlisi bo'lmoqchi bo'lsang, deydi ulamolar, taqvodor bo'l deydi. Odamlarning eng kuchligi bo'lmoqchi bo'lsang, tavakkul qil deydi. Tushunarlimi? Tavakkul qilsangiz, sizdan kuchli, sizdan boy odam yo'q. Taqvo qilsangiz, sizdan hurmatli odam yo'q. Birodarlar, taqvo egalarini odamlar xor qilganda ham Alloh azza va jalla aziz qiladi. Inna akramakum indallohi yatqakum. Allohning huzurida sizlarning hurmati balandrog'inglar, taqvodorlig'inglar dedi. Alloh sizni hurmat qilgan bo'lsa, bandasi xor qila olmaydi. Dalil keltiraymi? Biz hammamiz kerilib yuramiz hajga borganda. Qatdan keldinglar desa kim deymiz? Qatroatlar Buxoriymiz deymiz. O'sha bobomiz Buxoriyni yurtidan haydab chiqargan. O'sha Buxoro. Odamlarni xor qilib, behurmat qilib haydab chiqargan edi. Alloh aziz qilgan kishi ekan, taqvodor bo'lgan ekan. Buxoroligimiz bilan 1000 yildan beri faxrlanib yuribmiz. Alloh hurmat qilsa, birodarlar, bandasini xor qilgani, bandasini xo'rlagani hech narsa emas. O'shuning uchun hurmatni ham Allohdan istash kerak. Bobomiz Buxoriy birodarlar, yurtidan haydalib ketgan, sig'magan yurtiga. Lekin taqvodor bo'lgani uchun Alloh qiyomatgacha mana zikr qilinadigan kishilar qatoriga qo'shib qo'ydi. Yer yuzida Qur'oni Karimdan keyingi o'rinda turadigan eng mo'tabar kitob bu Sahih Buxoriy. Nimasi uchun berildi bu martaba? Boylik uchunmi? Chiroy uchunmi? Taqvosi uchun berilmadimi?
Demak, Allohning huzurida hurmat balandlarimiz, taqvodorlarimiz. Shu ozgina havo kirgizsa yaxshi bo'lardi. Ochib qo'yinglar ozgina. Demak, zaiflarga ihson qilaylik. Bu bizga kerak ekan. Bizga kerak ekan. Mana bugungi mavzumizga o'tadigan bo'lsak, bu mana Allohning yo'lida infoq ihson qilishlik. Qorakalar qachon qarasa infoq ihson haqida gapiradi deb ba'zida shu masjidni bir obodonchiligiga yoki qandaydir bir sabablar bilan bir pul yig'ishlikka ishora qilinadigan bo'lsa, qandaydir yuzimizda yengil tabassum paydo bo'ladi. Qorakalar shu ihsondan gapiradi deb. Men ham hozir ihsondan gapiraman. Faqat bu ihson o'zingizlar uchun ihson. Mana aytayapmiz, bu yerda aytilgan hamma darslar Alloh taoloning buyurgan buyrug'i. Bu qilishimiz shart. Lekin shu ishni qilsanglar, cho'ntagingizga baraka keladi desa, endi qilamiz bularni. O'shuning uchun ihsonni ham rizqimizga baraka kelishiga sabab ekanligini eshitib qo'yaylik. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Saba surasida aytadi: Astagfirullah va ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayrur roziqin. Mana bitta oyat. Qaysi bir narsani Alloh yo'lida infoq qilar ekansizlar, bas u orqasidan albatta elchib keltirguvchidir va Alloh rizq beruvchilarning yaxshirog'idir. Demak, cho'ntagimizdan chiqdimi, albatta elchib keladi orqasidan, deyapti Alloh taolo. Hovuzingizda suv bo'lsa, hovuzga suv kirib chiqib ketadigan bo'lsa, faqat olsangiz suv ozayadi, o'rniga nima kiradi? To'lda turgan bo'lsa suv kiradi-da, naridan chiqib ketaveradi. Demak, ozayib qolishidan qo'rqib, hovuzdan suv olmayotgan paytimizda suv kirmaydi unga. Naridan kiradi, naridan chiqib ketaveradi. Faqat olib, agar o'timizga shashganimizda, eshigimizga shashganimizda bizga qoladi, o'rniga nima bo'lyapti suv? Birodarlar, Alloh yo'lida infoq ihson qilsak, bizga kelishligiga sabab bo'ladigan ishni qilib qo'yibmiz, kafolatlab qo'yibmiz. Tushunalingmi? Ibn Kasir aytadi: "Yaqlufu alaykum fid dunya bil badal va fil oxirati bil jazaa'i va thawab." Ibn Kasir mana shu oyat sharhida aytar ekanki, berganingizlarda o'rni albatta to'ladi va oxiratda ulug' ajrga ega bo'lasiz. Dunyoda o'zida ham sizlarga keladi, dunyoda o'zida ham olasizlar, yana mana aytyapmiz, istig'for etsak oxiratda olamiz ajrini, lekin dunyoda avval olamiz. Dunyoda ham olasiz, oxiratda ham olasiz. Imom Roziy aytadi, kim infoq qilgan bo'lsa, o'rniga kelishligi shart bo'lgan ishni qildi. Bu aytdiki, suvni oldingiz ozaydimi, o'rniga suv keldi. Agar olmasangiz kelmaydi. Bermasangiz kelmas ekan. Hadis qudusida keladi, odam bolasi, anfiq unfiq alayk. Infoq qil deydi. Men ham senga infoq qilaman deydi. Ber deyapti, olasan deyapti. Bitta onarni ber deyapti, 9 ta kelganda 10 ta bo'lish kerak deysan deyapti. Biz bitta bir 2 ta olsak ham boshimiz osmonga yetadi akalar. Ular bitta berib 9 ta bersa yo'q, 10 ta bo'lish kerak deydi. Mana Alloh taolo Qur'on Karimda marhamat qiladi. Astagfirullah, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati maktasabtum va mimma akhrajna lakum minal ardi va la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Alloha ghaniyyun hamid. Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha wallohu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallohu wasi'un alim. Oyat qarang. Bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, bir nechta odamga maslahat solasiz. Agar esiz bo'lsa. Esiz bo'lmasa bilganingizni qilasiz. Bir musulmon bilan musulmon bo'lmagan odam bir suhbatlashib qo'yganda aytgan ekan, bizning Qur'onimizda har bitta narsaga javob bor desa, hamma yoqqa javob bormi? Absolutni hamma yoqqa javob bor debdi musulmon. Shunday bir ishonch lahjasi bilan. Ali aytibdi, mana endi seni yasayman debdi-da, bir Qur'onda bo'lmagan narsani so'rabdi. Misol, kompyuter haqida so'rabdi deylik. Falon kompyuter mana ishni qana bajaradi deganda, yo'q bu unga javob. Mana seni ushadim deganda, haligi musulmon bo'yiga ishonch lahjasini aytibki, aytaymi bizni Qur'onda nima deyilgan debdi. Aytaymi nima deyilgan debdi. Ayt desa, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun degan. Bir narsani bilmasanglar, biladiganlardan so'ranglar degan ekan. Ya'ni bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, biladigan odam bilan maslahat qilasiz. Shundaymi? Esiz bo'lsa, chunki Alloh taolo buyuryapti, aqling yetmaydimi, maslahat qil deyapti.
Man shovaran nasa malaku qulaqim deyiladi. Kim odamlarga maslahat qilsa ishini, biladigan odamlarga, ularda aqliga ega bo'pti deydi. 1 kilo aqli bo'lsa 5 odam bilan 5 ta kilo aqlga egasi bo'lyapti. Mana maslahat so'raymiz ekan. Pul topishlikka yoki boshqa narsaga. Shu maslahat so'rayotgan odamlarimizdan eng ishonchlisini gapini olamiz. Bu sal qitmirroq, bu hazlashib ham qo'yadi ancha-muncha. Maslahat berib qon tushirib qo'yishi ham mumkin. Bu uchinchisi haqiqatan gapini havoga tashlaydigan odam emas. Ishonchligini gapini olamiz. Mana endi keldik o'sha to'shkasiga. Cho'ntagingizdagi pulni sadaqa qiling bir qismini desa, shayton nima deydi? O'zingchi deydi. Robbimiz nima deydi? Bersang, qaytarib mendan oladigan narsani sababini qilsan deydi. Ber, olasan desa shayton bema, kam bo'lib qoladi deyapti. Biz kim gapini olamiz shu yerda? Ali roziyallohu anhu bergan ekan, 10 dan olibdi. Bo'lmasa bir dona onaga ega bo'ladi. Bir dona ona zo'rg'a topib uyga olib kelyapti. Fatima onamizga. Bitta onani beraman, o'zi bitta demagan ekan, bergan ekan. Shayton deydi Alloh taolo. Sizlarga ikkita narsani deydi, va'da qiladi deydi. Ash-shaytonu ya'idukumul faqr. Kambag'al bo'lib qolasan, berma deydi. Va munkarga buyuradi. Kambag'al bo'lib qolasan deydi, gunohga buyuradi. Endi Alloh nimaga buyuradi? Vallohu ya'idukum mag'fira va fadla. Alloh gunohlarni kechirishligini va'da qiladi va fazl ko'paytirib berishligini va'da qiladi deydi. Shayton ikkita narsa va'da qilyapti, Alloh ikkita narsa va'da qilyapti. Shu o'rinda kimga gapini olyapmiz hayotda ko'proq? Insof bilan aytaylik. Kamayib qoladi deyapmiz. Chunki rizqni o'zimiz topyapti deydi. Rizqni o'zi topayotgan odamniki kamayib qoladi. To'g'ri aytayapti u. Rizqni Alloh beradi deydigan odamniki kamamaydi. Tushunalingmi? Bu tavakkuli zaif bo'lgan odamda bo'ladi bu narsa. Rizqni Alloh beradi degan odam bersam Alloh beraman deyapti. Robbim innahu la yuflihul miyad. Alloh ahdiga nima qilmaydi? Xilof qilmaydi, va'dasini ustidan chiqadi. Demak, berma deyotgan kim ekan? Ber deyotgan kim ekan? Chiqaramizda. Bu ham qachon? Shu kelganda oldingizga. Olib turib sarig'ini istaymiz. Sarig'in ichidan g'ijimrog'ini istaymiz. Vaholanki birodarlar, o'sha qolgani bizniki emas, ketgani bizniki. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarda birida qo'y so'yib tarqatdi-da, Oysha onamizga kelib, o'zimizga ham biror narsa qoldimi dedi. Ha Rasululloh dedi, Oysha xursand bo'lib, bitta qo'li qoldi o'zimizga dedi. Dedi, "A estikina shu bitta qo'l o'zimizga tegmabdi-da" degan ekan. Ya'ni berib yorganimiz hammasi bizga o'tibdi-yu, shu bitta qo'lga javob beramiz ekanda, bitta qo'l bizniki bo'lmabdi-da deyapti. Endi birodarlar, ulamolardan bittasini shagirdi 30 yil o'qigan ekan domlasida. 30 yil. 30 yilda nimani o'rgandingiz desa 6 qator narsani o'rgandim degan ekan. Shuna ba'zilarini aytib beraman, hammasini aytsam vaqt ko'p ketib qoladi. Nimaga o'rgandingiz desa, birinchi qator va ma min dabbatin illa alallohi rizquha. Oyat. O'malaganki jonivor bor, rizqi Allohning qo'lida ekan. Shuni tushundim deyapti. Voy zo'r narsani tushunibdi 30 yilda. Biz 30 minutda 600 ta narsani eshitib ko'ramiz. Lekin menga olib kelishlik yo'q bizda. Rizqim Allohning zimmasida ekan, rizq haqida g'am qilmadim deydi. Zo'r narsani tushunibdi. Eng asosiy narsani tushunibdi. Agar rizq bolalar, shu rizqni gapiryapsiz hozir. Rizq nimaligini tushunib olsak, ibodatda eng huzur, halovat topamiz. To'g'rimi? Jumaga taqab bormaymiz. 2 rakat o'qib turib qochmaymiz. Rizq Allohning uyida, masjidda ekanligini tushunsak, ibodatda huzur bo'ladi bizda. Ikkinchisi nimani tushundingiz desa, innamal mu'minuna ikhwa ekan dedi. Mo'minlar aka-uka ekan. Birorta mo'minga qalbimda g'illag'ashlik, gina kudurat qoldirmadim dedi. Bu qalb xotirjamligi. Yana nimani tushundingiz? Hamma narsani har kimning do'sti bo'lar ekan dedi. Meni do'stim ibodat ekan dedi. Dunyodagi hamma do'stlarim qabrda ustida qolar ekan. Lekin qabrda, qiyomatda, sirotda men bilan turadigan do'stim faqat ibodat ekan. Ibodatdan boshqa narsani do'st tutmadim deyapti. Yana nima tushundingiz? Hammani uyi bo'lar ekan deyapti ustoziga, shagirdi. Meni uyim qabr ekan dedi.
Shu qabr degan uyimni obod qilishlikka bel bog'ladim deydi. Buxoriy yuz olmagan ekan, birodarlar. Imom Buxoriy bundan umid qo'yib, devor ko'tarib, starapul tortib, lampa qoqtirmagan ekan. Chodir qo'lga o'tib ketgan ekan. U kishi faqat qabrga olib tushib ketadigan narsani jamg'aragan ekan. Qabr ekan uyim, qabrimni obod qilishlikka bel bog'ladim deydi. Akalar, solayotgan uylarda miqini pulini o'tkazdinglarmi qabrga? Solgan uyingizni qilgan, xizmatini qilgan ustalarga bergan ovqatingizni yarmini qabringizga o'tkazdingizmi degan savolni o'zimizga berib ko'rsak, uyalib ketamiz. Biz hammamiz faqirmiz. Hammamiz faqirmiz. Shuning uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayapti, bitta qo'li o'zimizga tegmabdi-da deydi. Demak, biz uyimiz kim ekan? Qayer ekan? Mana uy solyapsizlar, birodarlar. Necha yil yashamoqchisizlar shu uyda? Boringki, mana shu yerda bir 20 kirgan bola otasi uy solib bergan bo'lsa, boring 70 yil boring 50 yil yashab toshib ketsa, lekin qiyomatgacha necha yil turadi qabrida? Albatta 50 yildan ko'p bo'ladi inshaalloh. To'g'rimi? Qaysi uyda obod qilyapmiz biz? Yana nimani o'rgandingiz desa, hammani xaridori bo'lar ekan deydi. Meni xaridorim Azroil ekan deydi. Hadislarda kelar ekan, Azroil alayhisalom har bitta odam bolasini peshonasiga kunda 5 mahal bo'lar kelar ekan, birodarlar. Agar namozga beparvo yurganlarimiz bo'lsa, hammasini shomga qo'shib o'qilar ekan. Ko'zini katta ochib qo'ysa, namozni 5 vaqtliga bejiz bo'lmasa kerak, vallohu alam. 5 mahal kelar ekan. Lekin o'zi ham bilmasan ekan jonni qachon olishlaydi. Alloh oling deganda olib ketaverar ekan. O'sha xaridorim kelganda tayyor turishlikni o'rgandim deydi. Ketdi deganda ketdi deb ketadigan bo'ldi. Shu aytilgan ba'zi narsalar ekan. Shuning uchun uy solyapmiz, to'playapmiz va hokazo. Alloh yo'lida berganimiz o'zimizniki. U oxiratga o'tkazib nasib bo'lib qolmayapti, birodarlar. Dunyoda avval naq olasizlar, keyin oxiratdagisi nasib bo'lyapti. Mana hadis sahih Muslimda keltirilgan ekan. Alloh azza va jalla aytadi: "Ya ibn Adam, anfiq unfiq alayk." Ey odam bolasi, biz ishonib olmayapmiz-da. Shu qamikin degan narsa turib qolyapmiz-da, Alloh o'zi saqlasin. Ey odam bolasi, infoq qil-da deyapti. Men albatta senga infoq qilib beraman, qaytarib deyapti. Ishona olmayapmiz shu yergachi. Kerakli darajada. Mana Imom Buxoriyda keltirilgan hadis ekan. Qala alayhisolatu vassalam: "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilani fa yaqulu ahaduhuma: Allohumma a'ti munfiqan halafan va yaqulu al-akhar: Allohumma a'ti mumsikan talafan." Ishonaveringlar, birodarlar, sahih hadis. Alloh taoloni yaratgan har tong otganda osmondan ikkita farishta tushadi. Bittasi bir so'zni, ikkinchisi bir so'zni har kuni aytadi deydi. Bir gapni gapirsak, tavbada hozir farishta amin deb olmasin deymiz-a? U farishta amin demaydi, o'zi duo qiladigan duo ekan. Nima ekan? Bittasi aytar ekan: "Parvardigor, seni yo'lingda infoq qiladiganni pulini orqasiga qo'yib ko'paytirib qo'y." Ikkinchi farishta aytar ekan: "Mumsikni moliga doim talofat berib tur" deydi. Duo qilib turar ekan ikkita farishta, birodarlar. Infoq degani albatta falon pulni tushunmaylik, bir so'm ham infoq, bittadan ham infoq. Har kim cho'ntagiga qarab qodir bo'lganicha. Bo'lsa biz ham qilardik, emas akalar. Infoq faqat boylarning ibodati emas. Kambag'allar qilsa ham bo'laveradi. Faqat odatlanish kerak bu narsani. Xususan mana shunaqa bir zakot berganda, qurbonlik qilganimizda, xayr ehson qilganimizda, akalar, o'g'il farzandlarimizni yetalab olaylik. Otalari Alloh yo'lida infoq qilayotganligini ko'rsin. Go'shtni bering, apkirib qo'li bilan bersin, o'rgansin shu narsani. Olavermasdan. Tushunarlimi? Berishni o'rgansin. Chunki bersa Allohdan olar ekan. Bolangizga rahmingiz kelsa, olishni emas, berishni o'rgating. Robbisi bersin unga. Infoq ihson haqida gapirsak gap ko'p, birodarlar. Alloh alam kifoya qilsa kerak. Inshaalloh keyingi suhbatda juda bir zo'r dars bu ham tafriqul qalbi ibadatillahi ta'ala degan mavzu bo'ladi. Qalbni
Allohning ibodatiga bo'shatib qo'yishlik degan mavzu bo'ladi. Bu juda bir shirin mavzu. Inshaalloh Alloh nasib qilsa, quloq olmasanglar, nima aytib beramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.